Qiziqchi va aktyor Valijon Shamshiyevning o'xshamagan turmushi. Qiziqchi va aktyor sifatida tanilgan Valijon Shamshiyev 1998-yilda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovning qizi Dilfuza Komilovaga uylangan. To'y marosimi Toshkent va Andijon viloyatlarida bo'lib o'tgan. Qiziqchining Layli taxallusi bilan ijod qiluvchi qizining ma'lum qilishicha, 2018-yilda ota-onasi ajrashgan. Dadam bobomga shogird bo'lib, uylariga kelib yurgan vaqtlarda onam bilan tanishgan. 1998-yilning 12-14 sentyabr kunlari ikki viloyatda to'ylari shov-shuvli tarzda bo'lib o'tgan. O'sha kuni damaschilar faqat ota-onamning to'ylariga kelayotganlarni stadionga tashishgan ekan. Chunki to'y stadionda bo'lgan. To'ydan keyin baxtli hayot kechira boshlashgan. Ular kinolarda birga rol o'ynashardi. Keyinchalik birin-ketin men va ukalarim tug'ilganmiz. Yillar o'tib katta bo'ldik. Maktabni bitirib, kollejga o'qishga kirdim. Har yili konsertlar berardik. Hayotimiz go'zal va juda baxtli edik. Ammo 2018-yil biz uchun eng qayg'uli va alamli yil bo'lib qoldi. Oyim uydan ketayotgandagi holat esimda. Hammamiz oyimning orqasidan yugurib, yig'lab qolgandik. Hatto kichkina ukamgacha orqalaridan ketmang deb yugurganmiz. O'shanda biz 7 ta farzand edik. Ota-onam ajrashdi. Bu hammamizga juda yomon ta'sir qildi. Ukalarim har yoqqa tarqab ketib, uyimiz hovlab qoldi, deb xotirlaydi aktyorning qizi. Ma'lumot uchun, so'z ustasi Valijon Shamshiyev ikkinchi marta oila qurgan va ikkinchi ayolidan ham bir necha farzandlari bor. 2025-yilda u 12 marta ota bo'lgan. Bugungi kunda uning 8 qiz va 4 o'g'li farzandi bor.